İnsaniyet öz tarixida har xil jinoyat, har xil jazolarga shohid bo'ldi. Ammo Şinjan saqchi arxivlaridagidek g'alitisi yo'liqib boqmadi. Mazkur hujjatga misollarga qaraydigan bo'lsak, ortilgan jinoyatlarning ba'zilari chet elga chiqishga bo'lmaydigan oila a'zosi bo'lish, ishongili bo'lmaydigan kishilar to'piga tava bo'lish, to'y qilganda ma'rakasida piano chalishga ruxsat qilmagan deganlardan iborat. Bundaq misollardan yuzlab, hatto minglab keltirish mumkin. Yig'ib aytganda, bu hujjatlardan tutiluvchilarning Uyg'ur bo'lishidan iborat bir o'rtoqlikka ega ekanligini ko'rib olaymiz. 5-ayning 10-kuni Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Yevropa Ittifoqi davlatlarining diplomatiya ministrligiga Xitoy Yevropa munosabati va navbatdagi tashqi bexatarlik siyosati masalasi to'g'risidagi strategik muzokara yig'ini to'g'risida bir maktub avatgan. Xatda Xitoyning dunyoviy kengaymichilik nishonini amalga oshirish uchun Sharq Turkiston boshchiligida ishg'ol qilingan Tibet va ichki Mo'ng'ul qatorliq rayonlarda bostirishni davomlashtirayotganligi, rayondagi ta'sirini kuchaytirish uchun inson qalbidan chiqqan atalmish tadbirlarni yo'l qo'yayotganligi ta'kidlangan. Xitoy doiralari 2016-yili Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarata keng ko'lamli tutib turish harakatini boshladi. Shuning bilan birga yana ana yurtidan ayrilib o'xshamagan davlatlarda yashashga majbur bo'lgan Uyg'urlarga qartilgan zulm va nazorat qilish siyosatini davomlashtirib keldi. Xitoy g'arb davlatlaridagi maxfiy saqchi markazlari orqali maxfiy qoyil qilish harakati olib berib, diasporadagi Uyg'ur, Tibet va Xitoy o'qituvchilariga besim qildi. Shundaqla jasuslik yumshoq detal orqali Uyg'urlarni nazorat qilish va vatanda qolgan oilasiga tahdid solishni davomlashtirib keldi. Xitoyning bu harakati tadqiqotchilar tomonidan chegara halqagan besim deb tasvirlandi. Egilishicha Xitoy Rossiyaning Tinch okean dengiz qirg'og'idagi Vladivostok portining davlat ichi transportiga ishlatilishiga yo'l qo'ygan. Xitoy Tamojna bosh idorasining bayonotiga qaraganda, bundan keyin Sharq shimoldagi Jilin va Xilonjiang o'lkasidan davlat ichi nuqtalarga paraxod orqali yuk to'shishni Vladivostok porti orqali ilib borg'ili bo'ladi ekan. Janubiy dengizda Xitoy bilan Vyetnam o'rtasidagi neft bo'rg'ilash jiddiyligi Janubiy Xitoy dengizida uzun bir qirg'og'i bo'lgan Vyetnam o'z kontrolligidagi Vanguard dengiz qirg'og'iga yaqin joyda neft bo'rg'ilash faoliyatini kengaytirganligini e'lon qilgandan keyin Xitoyning bu rayonga paraxod avatishi jiddiylik paydo qildi.